Salom Google Friends. Chanel ko'rgazmasiga tayyorlanyapman. Marhamat, ichkariga kiring. Bu mening Parijdagi uyim. Chiroyli xona, ajoyib manzaraga ega. Marhamat, ichkariga kiring. Men Parijga 3 kun oldin keldim. Biz Londonga uchib keldik. Parijga kelganingizda birinchi bo'lib nima qilasiz? Men derazadan qarayman va shunchaki manzaradan zavqlanaman hamda Parij havosini his qilaman. Bu menga moda haftaligini juda eslatadi. Shuning uchun Parijda bo'lganingizda nima sizga ko'proq yoqadi? Qum ustida yurish. Qum ustida. To'g'ri. Qum ustida yurish va bilmayman, shunchaki shaharni kuzatishni yaxshi ko'raman. iPhone'dan tashqari doimo o'zing bilan nima olib yurasan? Lab balzami. Sevimli fransuz taomingiz? Fransuz taomi makaron. Makaron. Bugun yotoqxonam juda ham toza ko'rinmoqda. Chiroq o'chirilgan, hammasi juda uyg'un. Shuning uchun bugungi rang va mavzu ochiq ko'k. Moviy ko'k, osmon ko'k. Ko'zlarimda ham biroz ko'k rang bor, tirnoqlarimda ham. Bu men rangni juda ham yaxshi ko'rib qoldim. Kiyimimni ko'rsangiz, hammasi yana tushunarli bo'ladi. U bilan yana ham to'liqroq bo'ladi. Endi bo'lsa, sizlarga kiyimimni ko'rsataman. Hamma narsa shu chiroyli shakldan ilhomlangan. Men uni ko'rgan paytimni eslayman va uni kiyishni xohlaganimni darrov bilganman. Bugun uni kiyib yurganimdan juda xursandman. Shuning uchun biroz uzr so'rayman. Iltimos, shu tomonga marhamat qiling. Salom. Bu mening bugungi ko'rinishim. O'zimni biroz qushlik his qilyapman. O'zimni yelkamdagi yopinchiq bilan uchayotgandek his qilyapman, xuddi havo ichida hilpirayotgandek. Bolalikda tinglagan musiqalaring haqida gapirib bera olasanmi? Men butun hayotim davomida musiqa bilan o'ralganman. Uyda doim biror musiqa qo'yib, biroz raqsga tushardim. Turli xil janrlar ham bo'lardi. Onam sababli meni yoqtiradigan musiqalar xilma-xilligi menimcha shu musiqaga ochiq fikr bilan qaraganimdan kelib chiqqan deya olaman. Shunday. Hip-hopdan rubigacha va boshqa hamma janrlarda biz erishmoqchi bo'lgan va orzularimiz amalga oshmoqchi bo'lgan juda ko'p narsalar bor. Ammo hozircha biz butun e'tiborimizni Rubini dunyoga taqdim etishga qaratamiz va uning nomi Rubi. Nomi Rubimi? U kim? Ma'nosi nima? Bu menga teatr pardalarini eslatadi, yoqut qizil rangda. Men o'sha pardalarni o'zim ochib, ya'ni musiqamni dunyoga birinchi marta tanishtirmoqchi bo'ldim. Qaysi koreys taomini tatib ko'rishni tavsiya berardingiz? Men sizlarga tavsiya qilmoqchi bo'lgan koreys taomi dokboki deb ataladi. U asosan guruchdan tayyorlangan xamir bo'laklaridan iborat bo'ladi. Ba'zan juda achchiq ham bo'ladi, ichida ko'p sabzavotlar ham bo'ladi. Turli xil ta'mlarda uchraydigan joylarni topish mumkin. Men dokbokini tavsiya qilaman. Ko'rgazmaga ketishdan oldin doim shovqinli va tartibsiz bo'ladi. Men moda haftaligiga yillardan beri kelaman, lekin hali ham ko'nikmadim. Hozir men juda kuchli hissiy o'zgarishlarni boshdan kechiryapman. Har bir kun boshqacha o'tmoqda. Bu butun umr orzu qilgan lahzam va men hamma narsani ichimda saqlashga harakat qilyapman. Shunda 7-mart kuni undan to'liq zavqlana olaman. Mening albomim tayyor. Har bir kichik qadam oldingi musiqalarimdan butunlay boshqacha bo'ladi. Bu butun ijod jarayoni va har bir tafsilotda ishtirok etdim. Men o'z Rubiyimni dunyoga keltiryapman. Bu butunlay yuragimdan chiqqan. Bu juda shaxsiy ham. Va shunday shaxsiy. Juda ham chiroyli ekan. Menda kichkina zanjir bor. Moda haftaligidagi sumkang ichida nimalar bor? Bu mening o'zimni fellowimni hamma joyga olib yuraman. Bugun meni taklif qilganingiz uchun rahmat. Umid qilamanki, sizlar mening ko'rinishim va qo'shig'imni yoqtirasizlar.
E'tiboringiz uchun rahmat. Xuddi shu kabi videolar uchun obuna va like tugmasini bosishni unutmang. Qaysi aydinlarga chiqishini istaysiz? Kommentariyada belgilab keting. Xayr!